Ota bo'lish baxt. Men istaklarni ro'yobga chiqarish. Yaqinlarimga quvonch baxsh etish. Va Yandex Music tanlab bergan treklarni tinglashni yoqtiraman. Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan yana aziz iPhone uchun top 5 ta ilovani sizlarga ko'rsataman. Juda ham zo'r ilovalar sizlar uchun topib qo'ydim. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'ling. Birinchi ilova. Mana buni qarang. Ekran blokda kalendar turibdi, ism, familiya ham turibdi. Buni qo'yish juda ham oson. Ilova orqali bo'ladi, lekin u ilova tekin. Hop, qanaqa qilish sizlarga o'rgataman. Mana bu ilovaga kiramiz. Kirganimizdan keyin lock screen joyiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin uchinchisiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda kalendarni belgilab qo'yamiz. Save qilamiz. Bo'ldi. Keyin yana qo'shimcha qilamiz. Qo'shimcha qilganimizdan keyin sal pastroqqa tushiramiz. Mana tekstni bosamiz. Keyin bu yoqqa tekst bo'limiga o'tib turib, xohlagan ism yozsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zim ism familiyamni yozaman. Aziz Anvarov deb yozdim. Save qilaman. Endi chiqib ketaman. Chap tomondan tushiraman, ustiga bosib turaman, Nastroyt ustiga bosaman, ekran blokировкаga bosaman, davom etib widget qilaman, sal pastroqqa tushiraman. O'sha ilovani topib olamiz mana. Widget Smith degan ilova. Ikkinchisiga o'tamiz, bosamiz, yana bitta bosamiz, ikkita stranitsa, ya'ni qo'shib qo'ydi, ustiga bitta bosamiz. Birinchisini kalendar tanlaymiz, ikkinchisiga ism familiyamizni belgilab qo'yamiz. Bo'ldi, mana o'xshadi. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli turadi. Ilovaning nomi esa Widget Smith degan ilova. Sizga o'xshadimi yo'qmi, kommentariy yozib qoldiring va videoga like bosish esdan chiqmasin. Yana qo'shimcha qilaman, mana shu ilova orqali siz ekran damoga widget ko'rinishida kalendar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Uning uchun siz home screenni bosasiz, ikkinchisini tanlaysiz, sal pastroqqa tushirasiz. Har xillari bor. Xohlasangiz soat qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz bunaqa ko'rinishda qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana 28-mart hafta kunlarini ko'rsatadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Saqlanib qilamiz, chiqib ketamiz. Endi bo'sh joyga o'tamiz, ekran damoga, ustiga bosib turamiz, chap tomonni bosamiz, davom etib widget qilamiz, pastga tushamiz, o'sha ilovani topib olamiz. Widget Smith ustiga bosamiz, ikkinchisini tanlaymiz, davom etib widget qilamiz, ustiga bosamiz. Mana bitta ustiga bosib turib, mediumni bitta tanlab olsak, bo'ldi, mana tushdi. Chiroyli bizga ko'rinyapti. Qaysi kunligi va qaysi oyligi va hafta kunlarini ko'rsatib turibdi. Ikkinchi ilova. Mana buni qarang. Men screenshot qilganman, lekin screenshotni iPhone'ning ramkasiga joylashtirganman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli ko'rinyapti. Buni siz ham qilsangiz bo'ladi, ya'ni ilova orqali, lekin u ilova pullik, sizga tekin variantini o'rgataman. Ya'ni Pixiv ilovasi orqali qilasiz. Mana shu joyi biz screenshot qilib olamiz. Hozirlarga o'rgataman. Ilovaga kiramiz, screenshotimizni tanlaymiz, Adjust'ni bosamiz, Tools'ni bosamiz. Keyin telefon ikonkasini bosib turamiz. Bu yerdan xohlagan iPhone'ni modelini tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 14, xohlasangiz 14 Plus, 15 Pro Max, 11 larni tanlasangiz bo'ladi. Men 16 Pro Max tanladim va bu yerdan qanaqa rangligini belgilab olsangiz bo'ladi. Tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Desert Titanium, xohlasangiz Natural Titanium, xohlasangiz oq va qora ranglarni tanlab olsangiz bo'ladi. Desert Titanium rangini tanladim. O'ng tomondagi padritsani bosamiz. Bu yerda sizga tekin variantini o'rgatyapman. Preview image bosasiz, ustiga bitta bosib olib turib, rasm uzoqlashtirib olasiz va qaytadan o'zingiz screenshot qilib olasiz. Qilib olganingizdan keyin kerak emas bo'lgan joylarini kesib tashlaysiz. Mana men hozir kesib tashladim va gatov qilaman, saqlanib foto qilaman. Endi chiqib ketamiz, fotoga kiramiz. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Tekin variantini sizlarga o'rgatdim. Bu hammada o'xshaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli screenshot qildi va iPhone ramkasiga joylashtirib berdi. Ilovaning nomi esa, ya'ni programma nomi esa Pixiv orqali qilsangiz bo'ladi. Hammada o'xshaydi. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Uchinchi ilova, ya'ni STC. Mana shu ilova orqali xohlagan ilovangiz, ya'ni programmani siz umuman yo'q qilib tashlaysiz bo'ladi, ya'ni ma'lum bir vaqtgacha yo'q qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni sekretiga bu tushmaydi. Xo'p, shu ilovaga kiramiz. Kirishimizdan oldin biz parol qo'yib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Mana hozir biz parol qo'yib qo'yamiz. Mana parol qo'yib qo'ydim. Endi Sazdat Novi Fox qilamiz. Xo'p, nom berib yuboramiz mana shu joyiga. Dalay bosamiz va bu yerdan xohlagan ilovani tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun men Instagram tanladim. Gatov bosamiz va bu yerdan komandaga Nastroyt времяni ustiga bosamiz
va hafta kunlarini belgilab olamiz. Soat 3 dan 1 minut o'tgan. Hozir biza 3 dan 3 minut o'tganda yo'q bo'lib qolsin Instagram butunlay va soat 4:01 da Instagram qaytib joyida paydo bo'lsin, ya'ni qaytib qolsin. Dalayni bosamiz, saqlanib qilamiz. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, 3 dan 3 minut o'tganda Instagram yo'q bo'lib qoladi, security-ga ham tushmaydi. Mana soat 3 dan 3 minut o'tdi, hozir Instagram yo'q bo'lib qolishi kerak. Yo'q bo'lib qoldi Instagram, ko'rasizlar, va poiskda ham Instagram umuman chiqmaydi, yozsangiz ham chiqmaydi va bibliotekada ham umuman Instagram yo'q. Security-ga tushsangiz ham, security-da ham Instagram yo'q. Va buni siz qaytib joyiga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsangiz, yana shu ilovaga kirasiz, STC'ga kirasiz va parol, qo'ygan parolingizni yozasiz. Mana. Bu yoqdan o'chirib qo'ysangiz, Instagram qaytib joyiga ko'rinadi, qaytib joyiga tushadi. Va bu yoqda ko'rinmayotgan bo'lsa, poiskda Instagram yozasiz, chiqib keladi va ekran tomonga qaytib joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. 4-ilova. Mana shu ilova juda ham ko'pchiligiga kerak. Ya'ni PyTube. Mana shu ilovaga kiramiz, videoni ustiga bosamiz, fotodagi xohlagan videoni qo'yib olamiz. Qo'yib oldi, endi davom qilib chiqib ketamiz. Mana bu yoqda Instagram kirib o'tiramiz, lekin bu yoqdan videomiz davom etaveradi. Videomiz o'chib qolmaydi. Xohlasak kichinaytirsak bo'ladi, xohlasak kattalashtirsak bo'ladi. Xohlasak o'ng tomonga, xohlasak past tomonga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bir vaqtda o'zida ham videoni ham ko'rib o'tiraveramiz, telefondagi boshqa ishlarni ham qilib o'tiraveramiz. Ovoz chiqadi. Men eshitayotgan bo'lsangiz, ovoz ham chiqadi. Blokka solsangiz ham ovoz o'chmaydi. Bu ilova YouTube'da ham ishlaydi. Uning uchun siz brauzer joyiga o'tasiz, YouTube'ga kirasiz, xohlagan musikangizni yoki podkastni ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zimning kanalimni qidirib topaman va videoimni qo'yaman. Bosganimdan keyin mana bu joyini bosib boraman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, videoim pastga tushdi va boshqa ishimni bu yoqdan boshqarib o'tiraman, lekin video davom etaveradi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ovoz ham chiqaveradi, to'xtab qolmaydi ovoz. Blokka solsam ham davom etaveradi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Kamera test va game testlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ilovaning nomi esa mana App Store kirib sizlarga ko'rsatib qo'yaman, ya'ni PyTube. 5-ilova, ya'ni budilnik, alarm degan budilnik bor. Buni juda ham zo'r fishkasi bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu budilnikka kiramiz, plyusni bosamiz, budilnikni bosamiz, soat 3:33 da chalsin, ya'ni 2 minutdan keyin chalsin. Bu yoqda har xil muzika qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni programmani, ya'ni ilovani o'ziga yarasha musikalari bor. Bunaqa muzika qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz, mana bunaqa muzika qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shuni men tanlab qo'ydim va bu yerda asosiy fishkasi missiyaga, matematikaga oid topshiriqlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz qiyinroq misollar, xohlasangiz osonroq misollarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men oson misolni belgilab qo'ydim va 3 marta bizdan so'raydi, gatov qilamiz. Xo'p, endi saqlanib chiqib ketamiz. Mana budilnik chalyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar, siz bu budilnikka o'chirmoqchi bo'lsangiz, matematikaga oid siz topshiriqlarni bajarishingizga to'g'ri keladi. 88 ga plus 7 necha bo'ladi? 95 bo'ladi. Xo'p, 25 ga plus 5 30 bo'ladi. To o'chirmaguningizcha budilnik umuman o'chmaydi. Ilovadan chiqib ketgan taqdiringizda ham o'chmaydi. Siz bu misollarni yechgunizcha siz уже uyg'onib ketgan bo'lasiz. Juda ham kerakli bo'lgan ilova mana shu budilnik, ya'ni nomi esa Alarmi. Mana shu ilovani yuklab oling, o'zingizga bu kerak bo'ladi. Do'stlar, hozirgi kunda sizlarga top 5 ta ilovani ko'rsatdim. Foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin va kanalimga obuna bo'ling. Keyingi roliklargacha sizlar bilan yana aziz bo'ladi. Har juma yangi video chiqadi, kuzatib boring. Juda ham qiziqarli videolar hali oldinda.